qarindosh urug'ni yoniga borib nima bo'lyapti ahvoling, nima kamchiliging bor ham deb qo'yish kerak ekanda. Mana shu holat qarindosh urug'ni orasida yo'qolgandan keyin qolganlarni qo'yaver. Biz shuni ko'rib bir narsa qildik, bitta ashula qildik. Shuni hozir aytsak yaxshi bo'ladi menimcha. Zamon tezlashdi. Zamon degani bu vaqt. Odamlar orasida, qarindosh urug'lar orasidagi mehr-oqibat, yori birodarlar orasidagi mehr-oqibat, aka-ukalar orasidagi mehr-oqibat uzoqlashib, uzoqlarga ketib qolganga o'xshaydi. Birodarlar, shu bir-birimiz oramizdagi mehr-oqibatni yana joyiga olib kelib qo'ymasak, juda ahvolimiz og'ir ekan. Muhabbat sirlari pinhon, qaro ikki qaroqlarda erib suvday oqar qalbim o'shal ikki buloqlarda. Og'ayim, opa singillarim, to'zib ketma uzoqlarda, ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda. Qolay hasrat, qolay hasrat, sanam bizga yetib bo'lmas uzoqlarda. Oyog'im qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlarda. Qiz uzatilar ekan. Qiz bola birovni hasmi deylar ekan. Qiz uzatilgandan keyin qiz o'sha borgan joyida o'sha xonadon sohibiga yoqish uchun o'sha xonadonning a'zosi bo'lib, shu xonadon sohibi ne ish buyursa shuni qilishga majbur ekan. Ota-onalaridan ham, qarindoshlaridan ham u xonadon sohibi ruxsat bersagina kelib xabar olar ekan. Tuzoq bu ekan. Yigit uylanar ekan. Bola chaqa qilar ekan. Ro'zg'or deb hali bu yoqqa,
hali bu yoqqa yugurib shu ro'zg'orni tebrataman deb qarindosh urug'dan ham xabar olishga imkoniyati bo'lmay qolar ekan. Tuzoq bu ekan. Xolay hasrat sanam bizga yetib bo'lmas uzoqlarda. Oyog'im qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlarda. Voy voy ukam bo'lsang kelib ko'nglim chamanini gullatib qo'ygil. Menga azob bo'ladi. O'tib ketgan qarindoshni eslatib yig'latib qo'ygin. To'lib tur kel qanotimsan, to'zib ketma uzoqlarda. Ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda. Kelinlarimiz ba'zan kuyovlariga arz qilib qolar ekan. Seni akang mani o'g'lim to'g'risida bunday debdi. Yoki seni ukang qizimizni bunday debdi. Shunday gaplarni gapirib aka ukani orasiga qorong'ulik solib qo'yar ekan. Shunday paytda aka yoki uka o'sha kuyov bunday deyish kerak ekan. Agar akam o'g'limiz to'g'risida bunday degan bo'lsa, qizimiz to'g'risida bunday degan bo'lsa, uni haqqi bor. Farzandlarimizni yaxshi yo'lga kirishi uchun bir yaxshi yo'lga kirsin deb o'ziga yaqin olib tanbeh berishi mumkin. U meni jigarim bo'ladi deb shu qorong'ulikni olib qo'yish kerak. Go'daklik chog'larimdan ay yupanchim sen akam bo'lsang, o'ynagan bog'larimdan ayt, quvonchim sen akam bo'lsang. Yiqilsam suyab turgizgan
opchilab suvdan o'tkizgan cho'milgan soylarimdan ay suyan kim seni akam bo'lsang qo'ling cho'z yo'lda qolsam gar qo'yib ketma uzoqlarda ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda